Bu xonadon go'zalligini ko'rib o'zim hayratda qoldim. 2 sotuvga shuncha sharoit qilib qo'yishibdi. Bu videoni saqlanib qilib qo'ying, oxirigacha ko'ring. Xonadon qurayotganingizda aniq kerak bo'ladi. Hozir esa sizlar bilan birgalikda shu go'zallikni tomosha qilamiz. Ichkariga marhamat. Tashqarida shunaqa chiroyli bo'lsa, ichkarida bizani nima kutyapti degan savol. Hozir esa uni birgalikda ko'rib chiqamiz. Kirganimizda bu yoqqa mashina qo'yish uchun sharoitlar qilib qo'yishgan. Elektr mashina uchun toklarini tashab ketishgan, stansiyasini o'rnatsangiz bo'ldi. Bu yoq tarafimizda esa letniy kuxnya, barbekyu zona qilib qo'yishibdi. Yoz kunlari oilangiz uchun zo'r ovqatlar qilib bersangiz bo'ladi. Qilingan sharoitlarni qarang, gap bo'lishi mumkin emas. Xonadonimiz fasadiga bitta e'tibor bering yana. 3 qavatli. Hozir esa ichkari qismi bilan birgalikda tanishib chiqamiz. Qani ketdi? Ichkariga kirganingizda sizni shunaqa atmosfera kutib oladi. Bu bizda hol qismi, ko'rishingiz mumkin. Bu yoqqa mehki divanlar o'rnatib, televizor osib, oilangiz bilan zo'r vaqt o'tkazsangiz bo'ladi. Men patologik noodatiy lyustralarga bitta baho bering. Qilingan mehnatlarni qarang. Qo'l mehnati ekan bu. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu xonadon qurgan ustalarimizga alohida like bosib qo'yasizlar. Men bu o'rnatilgan ishlarni qarang. Gap yo'q. Bu bizda oshxona qismi. Mebellarning rangini qarang. Noodatiy, hamma xonadonda ham bunaqasini ko'rolmaysiz. Sifatli texnika mebellar o'rnatib qo'yishdi. Bu yoqda esa astrovok joylashgan. Endi esa xonadon qolgan joylarini ko'rsatib chiqaman. Qani ketdi? Bu bizda gostivoy zalimiz. Ko'rib bitta baho beringlar. Bu yoqda ham lyustralarga yana bitta alohida baho berib ketasizlar. Baland patologli xonadon baribir chiroyli bo'ladi. Katta keng gostivoy zal. Kelinglar. Родительский спальня bo'tdi. Ko'rsatishdan oldin bitta общий sanuzelni ko'rsatib ketamiz. Mehmoningiz kelganda qo'l yuz yuvish uchun zo'r sharoitlar qilib qo'yishibdi. Bu esa родительский спальня. Ko'rib bitta baho beringlar. Mebellarni qarang. Bu xonadonda noodatiy lyustralar ishlatishgan ekan. Mana bu lyustralarni qarang. Gap yo'q. Operator bu yoqqa kelib olamiz. Bu o'zini sanuzel qismi, ko'rishingiz mumkin. Kafellariga, remontlariga bitta baho beringlar. Ana endi esa sizlarni xonadon 2-qavati bilan tanishtirib chiqaman. Keyin esa birgalikda relaks zonasiga tushamiz. Mana buni qarang, avtopodsvetkalar yonishini gap bo'lishi mumkin emas. Perillarni qarang. 2-qavatida 3 ta spalnya joylashgan, 2 ta master spalnya va bitta детский. Mana bu lyustralarni qarang. Noodatiy. Chiroyli ko'rinyapti, lekin yuvish uchun qancha mashaqqat ketar ekan, buni kommentariyada yozib ketinglar. Bu spalyadan boshlaymiz. Master spalnyamiz. Tanlangan ranglarini qarang. Gap bo'lishi mumkin emas. O'zini sanuzel qismiga ega. Ko'rib bitta baho berasizlar. Qani ketdi? Bu yoqqa shkaflar o'rnatib qo'yishibdi. Kalt, shunga o'xshash narsalarni joylashtirib qo'ysanglar bo'ladi. Bu bizda детский spalnyamiz. Ko'rib bitta baho beringlar. O'zini sanuzel qismiga ega. Sanuzellarni ham keng qilib qoldirishgan ekan, gap yo'q. Ana endi esa sizlarga men yoqtirgan xonani ko'rsataman. Marhamat. Bu spalyaga bitta baho beringlar. Mana o'rnatilgan lyustralarni qarang. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu yoqda sanuzel qismi spalnyamizani ko'rib baho berasizlar. Bu tarafi esa garderobni qilib qo'yishgan ekan. Kiyim kechiy olish uchun hamma sharoitlariga ega. Bu yerda bizda kichkinagina balkonchasi, ko'rishingiz mumkin xonadonni. Yangi mahalla Mirzo Ulug'bekdamiz. Gap bo'lishi mumkin emas. 2 sotuvga shuncha sharoit qilib qo'yishibdi. 5 ta xona, 3 qavat. Hozir esa sizlarga aytgan relaks zonamni ko'rsatib, tanishtirib chiqaman. Qani ketdi? Narxlari ham juda ham zo'r ekanda bu xonadonni. Sifatli, puliga arziydigan xonadon bo'pti.
Bu yoqda ham avtopodsvetkalar ko'rishingiz mumkin. Bu yoq relaks zonamizni birinchi bu yoq bilan tanishtirib kelamiz. Keling. Xonadonimiz yuragi joylashgan bu yerda. Ko'rishingiz mumkin. Sifatli narsalar o'rnatilgan. Bu podvol uchun sanuzel. Bu yerda esa kladovka qilib ishlatsanglar bo'ladi. Podvol qismimizda ham patolonlari baland-baland ko'rishingiz mumkin. Ana endi esa sizlarni relaks zonaga taklif etamiz. Bu yoqda basseyn joylashgan. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda esa sauna qismimiz. Saunani bitta ko'ringlar. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu xonadonimizni sroch narxlarda sotilyapti. Kimga qiziq bo'lgan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilsanglar bo'ladi. Xonadon to'g'risida to'liq ma'lumotni video tagida qoldiramiz. Bemalol nomerlarga telefon qilib aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Hammaga rahmat.